Mana bizda soat 4dan 1 minut o'tdi. Rosa 4 bo'lishini kutdim. Sizlarda 12 bo'ladi. 4 bo'lgandan keyin yana bir kirib tekshirib ko'rdim. Yana kimdandir ko'payib ketgan bo'lsa, kimlardan bir-biridan o'tib ketgan bo'lsa, ko'rmay qolmay haqqoniy bo'lsin deb. Voy, rosa hayajonlanyapman. Rosa hayajonlanyapman. Menda birinchi marta bunaqa narsa. Iloyim katta-katta yutuqlar, katta-katta narsalar berish nasib qilsin kelajakda. Yana bir mana opamiz telefonda yana bir tekshiryapman. 124 ta Salimova Mohinur ko'rinyaptimi? Sizlar shu profil egasi ko'rinyaptimi sizlarda ham? Sekundlarim rol o'ynashini, katta ahamiyatga ega bo'lishini. Salimova Mohinur profil egasi yutdi. Salimova Mohinur, menga manzilingizda telefon nomeringizni jo'nating. Qolganlar yutkizdim deb o'ylamanglar. Hali xudo xolasa yana bundan ham zo'r narsalar qo'yaman. Bundan ham yaxshi narsalar qo'yib berish nasib qilsin menga ham. Katta-katta yutuqlar qo'yib berish nasib qilsin. Qolganlarga omad. Yutkizdim deb o'ylamanglar. O'sha kechadan taslim bo'lganlar bo'ldi. Taslim bo'lmanglar. Hali vaqt bor edi. Bu safar yutkizdim, endi bo'ldi, tugadi, hammasi emas. Hali oldinda eng zo'r sovg'alar bor. Yana o'ynaymiz xudo xolasa inshaalloh. Menda bu birinchisi. Bunday qilib o'ynamaymiz keyingi safar boshqacha yo'llar bilan aniqlaymiz. Menda endi birinchisi bo'lganligi uchun shunaqa bo'ldi. Va har oyda oxirida 28-chislosida yaxshi krem qo'yapman. U krem ham juda yaxshi. Aktiv bo'lgan obunachimga men har oyda 28-sida aniqlab berib boraman. Sog' bo'linglar.